Toshkent City Belissimo'damiz aka. Davay. Joyi to'liq, mebelni, ko'rinishini hammasi o'zim qilib berganman siz. Hozir men bunga qo'limni qo'ydim, shponlik bo'lolmay, farqi bor qoldimi mana? Yo'q, bu shpon emas bu aka. Bu laminat. Laminat. Hamma shpon. Ha, bu shpon. Chunki bu tekis narsa bo'lgani uchun, bu yerda ko'p artilish kerak bo'lgani uchun bu yerga laminat qo'yilgan. Bu yoq joyiga shpon qo'yilgan. Chunki avvalni qilinishi kerak bo'lgan. Ha, shpon egiladi. Egiladi, bukiladi, har qanaqa laklar bilan to'shib anaqalarni qilishimiz kerak. Ancha bilim ochishim kerak. Shunaqa. Laminat. O'zi bu joy qancha pul ketgan aka? Aka, bu joyga qancha ketganini bilmayman, lekin именно mebelimizni o'zi bunaqa ko'p ketmagan, polniy proyekt, mana stol, stul qo'shilmagan. Qolgan dekorativniy panellar, mana bunaqa stollar, divanlar hammasi komplekt qilganda adashmasam 20 mingdan ko'proq pul ketgan. Bu endi o'zi bitta mana bunaqa to'chkaga, filialga yaxshi pulmi? Yaxshi pulmi? Chunki biz bularda bunaqa klientlarimizga A kategoriyadagi klientlarimizda bular. Eng yuqori kategoriya. Eng yuqori kategoriya. Chunki bular bilan biz gadovoy do'g'ir tuzamiz, ko'proq filialni ochishadi, shunaqa qilamiz. Bizda 3 xil kategoriyamiz bor, A, B, C kategoriyamiz bor. Misol uchun International School A kategoriyada ishlaymiz. Cambridge, o'quv markazlari, Jahon School, FIDAP, Benissimo, shunga o'xshagan juda ko'plab klientlarimiz bor. Doimiy takroriy zakaz qiladiganlar, постоянно misol uchun o'tgan oyda 3 ta filial qildik. O'zi bozorda mebelchilik ko'p-da aka. Va tan olishimiz kerak. Lekin nimaga aynan siz tanlashgan? Nima kuchli tomoningiz bor? Aka, buni o'zi mijozdan o'zidan so'rashsa kerak. Men aniq javob bermayman. Lekin siz o'ylashingizcha. Menimcha tizim, servis bera olamiz. Sistematik yondashamiz. Biz bunga usta sifatida yondashmaymiz, biznes sifatida yondashamiz. Bizda masshtabniy katta kompaniya. Pulni olsam bo'ldi emas-da. Unaqa emas. Brend birinchi o'rinda turadi va doimiy rivojlanishda to'xtamaymiz. Strategiya konsultantlar chaqiramiz. Ana bitta klientimiz bilan ishlayapmiz. Aytayotdi-da, mana hamma strukturamizni ko'rdi, sistemamizni ko'rdi-da. Sizlarning biznesda kim MBA sizlarning biznesda kim MBA qilgan? Deb aytdi-da. Biz bilmaymiz, ustozlar qilganmiz, o'qiganmiz. Hamma narsasini strukturalarini qo'yib, hammasi qilib, biz konsaltinglar ko'p olganmiz. Xalqaro konsaltinglardan konsultantlar olib, ular bizning tizimimizni qurib bergan. Biz ham hamma yoqqa o'tlab ketmaymiz. O'zimizning strategiyamiz bor. B2B 3 oyda mana bu B2B yo'nalishiga, mana bu 3 oyda klinika yo'nalishiga, mana bu 3 oyda mana har qanaqa o'zimizning segmentimiz, strategiyamiz bor. Shu strategiya bo'yicha strategiyamiz uchun balki ular bizlar bilan ishlaydi. Men aniqini bilmayman. Lekin buni keyingi safar agar bir vaqtingiz bo'lsa, mijozlarni o'zligisiga borib so'rab ko'rsangiz xolis fikr bo'ladi. Zo'r. 20 ming ketganda bo'lsa, o'zi eng katta zakaz deymiz ham, eng qimmat olingan zakazini hech bilmaganmiz. Xo'p. Endi bizda bo'lgan qisqa muddatda bitirgan loyihamizdan men o'tgan safar ham aytganman, 1 million 54 minglik zakaz bo'lgan. Zo'r. Eng katta chekimiz shunaqa bo'lgan hozirgi kunda. Endi bu narsani biz hozir rekordni bu yil yangilaymiz nasib bo'lsa. Hozir abrobotga qo'yotgan undan ham katta loyihalarimiz bor. 2 milliondan oshiq loyihalarni abrobotga qo'yamiz.